Mana uyga kelsak, Oyjon bilan xolajon, aytgancha xolajon ham kelganlar. Go'mma qilishyapti. Ay maşallah. Uydaki ulu gömmeye mozzarella katta salıkmam bunu. Ha. Opam kişiyle gömmeden ben katta içine doldurup salama. Qovani qaraylar zo'rligini. Yomg'ir. Mazza. No, men hozir ketaman. Xohlasa bu kechagi sushidanmi bular? Souslarning turishini. Çamazamız bulmadı. Köçeden aldırıp yedik. Sakin gel tatmayın köçede iyi senden. Özüme bir şey yaramıyor kaldım bize. Bugun yaxshisiz-ku? Yok bana. Doğru içi özüme geldim. Havo almashtirgansiz-ku. Go'mmalarimiz pishyapti. Feruza Normatova turmush o'rtog'i bilan yangi videosini bo'lishdi. Aktrisa turmush o'rtog'i bilan birgalikda do'konlarni aylanib, xaridlar qilishgani va kechki payt shiringina qilib shashlik pishirganini muxlislarga ko'rsatdi. Ko'z tegmasin, juda ahil va baxtli juftlik. Sizga Feruza Normatovaning oilaviy videolari yoqadimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'llarimdan tutganing uchun tashakkur. Qorlarda kutganing uchun ming rahmat. Ko'ksimni nurlarga ko'mib, taqdirim yo'lidan o'tganing uchun va ming bor taqdirga ta'zim azizim. Yaxshi yomonimda yorliging uchun peshonamda isming yozilgani va kaftim chizig'ida borliging. Я спою на завтра.